Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Haftalik istiqlol xabarlari programmasiga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Tövəndə xəbərlərimizin təfsili məzmununa mərhəmət qılınlar. Xitayning Beijing və Şanxay qatarlıq 11 şəhərdə internet kesildi. Xitayning 13 şəhərdə Yasmin inqilabı deb atalgan cho'ng yig'ilish yuz bergandan keyin Xitoy doiralari Beijing, Şanxay, Chongqing qatarlıq 11 şəhərdə internetni kesdi və bunun səbəbinin texnik məsələ ko'rilganlikdan ekanligini da'vo qilishdi. Xitoyning Beijing va Şanxay qatarlıq 11 şəhərdə internet kesildi. Tünügün Xitoyning Beijing, Şanxay qatarlıq 13 şəhərdə Yasmin inqilabı deb atalgan cho'ng yig'ilish yuz berdi. Bu vaqadan keyin qattiq aloqador bo'lib ketgan Xitoy kommunist doiralari shaxslarga yo'l yo'riq berib, iskil ko'chalarni va odamlar to'plashgan o'rinlarni kuzatish, nazorat qilishga buyruq chiqargan. Egallanishicha, Xitoy doiralari bu vaqadan keyin Beijing, Şanxay, Chongqing qatorliq 11 shaharda internetni kesgan bo'lib, Xitoy doiralari buning sababining texnik masala ko'rilganlikdan kelib chiqqanligini bildirgan. Boşun to'rgasi tunugun Xitoyning Beijing, Şanxay qatorliq 13 shaharida Yasmin inqilobi deb atalgan cho'ng yig'ilish bo'lganligini xabar qildi. Xabarda ma'lum bo'lishicha, bunday cho'ng yig'ilishlar bir necha kundan buyon xalq ichida internetda Yasmin inqilobini boshlash haqida keng doiralik maslahat bo'lib, cho'ng namoyish o'tkazishga kelishgan. Ularning shuari bizga yemak kerak, xizmat kerak, so'ralg'u kerak, erkinlik, demokratiya kerak, adolatlik kerak degandan iborat bo'lgan. Hong Kongda chiqadigan Mingbao gazetida naql keltirilishicha, Xitoyning Xinhua agentligi tunugun Beijingning Wangfujing ko'chasida Amerika tizimli do'konning oldida cho'ng yig'ilish bo'lganligini e'tirof qilgan. Va soqchilar Yasmin gulini chiqarib to'plangan odamni ko'rsa qo'g'lagan. Ammo unumi yaxshi bo'lmagan. Odamlar eng ko'p to'plangan vaqtda mingdan oshgan. Oxir nihoyatda ko'p soqchi kelib, bu nuqtadagi yig'ilishni tartiblatgan deb xabar qildi. Ammo soqchilar u yerdagi kishilarning ko'pligidan kim namoyishchi, kim ko'rgilgan kishi ayriy olmagan. Boşun to'rgasining bugun bayon qilishicha, Xitoy doiralari tunugun kechda munosabatli tarmoqlarga Yasmin degan so'zni kim boshlagan? Ichimizdami yoki chet eldami? Zodi nima qilmoqchi? Buni aniqlash kerak deb buyruq tushirgan. Nervisi ojizlab ketgan Xitoy doiralari hozir Yasmin inqilobi qo'zg'aldi deb his qilib, uni bostirishni o'ylab, oldi bilan siyosiy ko'z qarashi hukumat bilan o'xshamaydigan kishilarga qarata nazorat qilish, tutish harakatini kuchaytirdi. Harbiy qismlar chorlashni ko'paytirib, xalqqa tahdid qilishga boshladi. Yakshanba kuni Xitoy soqchilari Beijing ko'chalaridan oz deganda 3 odamni tutib ketdi. Beijing xalqi hozir 1989-yildagi qonliq bostirishning oldida ko'rilgandek alomatlarni his qilyapti. Gerçi bugün Beijing'de cho'ng yig'ilish yuz bermagan bo'lsa-mu, ammo har xil nomdagi Xitoy qurolli kuchlari ko'chalarda chorlash olib borgan. 1989-yildagi Tiananmen voqeasiga chetilib qo'lga ilingan sobiq Markaziy komitet siyosiy byurosining kotibi Bautongning bayon qilishicha, agar xalq bizga yemak kerak emas, biz ishlamaymiz, biz uylarda o'ltirmaymiz, bizga erkinlik kerak emas degan bo'lsa, u normal emas edi. Ammo hozir xalq bizga yemak kerak, xizmat kerak, so'ralg'u kerak, erkinlik, demokratiya kerak, adolatlik kerak debdi. Bu yaxshi gapkan. Hukumat bunday yaxshi gapdan qo'rqib ketmasligi kerak. Xitoyda hozir xalq bak namarat. Har kunlik turmush saviyasi 2 Amerika dollariga yetmaydigan odam soni intayin ko'p. Endi yana ularni davomli namratlikda qoldirishni o'ylamaslik kerak. Bugun internetdagi munozirlardan ma'lum bo'lishicha, kommunist parast va iqtisodiy manfaatlarga erishgan avlodlar Xitoyda Yasmin inqilobi bo'lmaydi. Hozirgi Xitoy rahbarlari ko'p bo'lsa 12 yil vazifa o'taydi. Muboraklardek taxtdan tushmay 30 yil turib olmaydi. Agar Yasmin inqilobi yuz bersa, qattiq bostirdi deydi. Ba'zi mulohizchilarning fikri bunga o'xshamaydi. Ular hozir Xitoyda Yasmin inqilobi bo'layotdi. Bu bir paket. Hozir Xitoyda bunday inqilobni bostiradigan Deng Xiaopingdek imtiyozli rahbarlar yo'q.
harbiy qismlar ichidami Deng Xiaopingning qo'mondonligiga bo'ysungandek bo'ysunib, harbiy qismlarga xalqni bostirishga buyruq tushiradigan yang baybillar yo'q deydi. Yana ba'zilar xalq ichida Yosiman inqilobini qo'zg'ash haqida bo'layotgan maslahatlarning o'zi bir sir. Agar hukumat xalq Yosiman inqilobi qo'zg'adi deb bostirsa, cho'ng xatolashgan bo'ladi. Agar hukumat jim tursa, bu harakat borgan sari cho'nglab ketadi. Demak, hukumat buningga chora qo'llanmasimi, cho'ng xatolashgan bo'ladi. Yosiman hareketidan qo'rqayotgan Xitoylar Sharq Turkistonda nazoratni kuchaytirdi. Arab dunyosida qo'zg'algan hukumatga qarshi namoyishlar avj olayotgan bu kunlarda Yosiman hareketining Xitoy va Sharq Turkistonga ta'sir ko'rsatishidan qo'rqayotgan ishg'olchi Xitoy doiralari Sharq Turkistonning har qaysi joylarida nazorat va chorlashni kuchaytirdi. Yosiman hareketining Sharq Turkistonga ta'sir ko'rsatishidan qo'rqayotgan ishg'olchi Xitoy kommunist doiralari chorlashni kuchaytirdi. Arab dunyosida qo'zg'algan hukumatga qarshi namoyishlar avj olayotgan bu kunlarda Yosiman hareketining Xitoy va Sharq Turkistonga ta'sir ko'rsatishidan qo'rqayotgan ishg'olchi Xitoy kommunist doiralari Azroilning yiqilishib kelayotganligini his qildi va Sharq Turkistonning butkul shaharlarida xalqni nazorat qilish, kuzatish va chorlashni qattiq kuchaytirdi. Egallanishicha, Xitoy soqchilari Urumchi, Qashqar qatorliq cho'ng shaharlarda chorlash uchun ko'chalarga maxsus askar o'rinlashtirgan. Chet el axborotlarining xabariga qaraganda, Xitoy soqchi doiralari Qashqarning markazi bo'lgan Hetka maydoniga qurolli soqchilarni o'rinlashtirgan va Hetka jamiasi oldiga suv chechish va o't o'chirish mashinalarini to'xtatib qo'ygan. Xitoy Qashqar va Xotan shaharlarini boshqa shaharga qaraganda qattiq kontrol va besim ostida tutib kelmoqda. Chunki bu shaharlarda diniy va milliy e'tiqodi kuchli insonlar ko'p bo'lib, pat-pat Xitoy soqchilari va askarlariga hujum qilib qo'yadigan ahvollar mavjud. 62 yildan beri Xitoy zulmini yetkazib tortgan Sharq Turkiston xalqi ozodlikka intilib kelmoqda. Xitoylarni Sharq Turkistondan qo'g'lab chiqarib, mustaqil davlat qurish uchun fidokorlik bilan jondan kechib kurash qilib kelmoqda. Xitoy 6 Uyg'urni o'limga hukm qildi. Ishg'olchi Xitoy doiralari Sharq Turkistonda qon to'kishni davom qilmoqda. Xitoy 6 Uyg'urni o'limga hukm qildi. Yaqinda Xitoy 4 Uyg'urni o'limga hukm qildi. Atalmış Xitoy sud mahkamasi Turg'un Turdi, Abdulla Tuniyaz, Yosin Qodir, Ahmad Qurban qatorliq 4 Uyg'urga o'tgan yili 19 avgust kuni Aqsuda yuz bergan portlatishni keltirib chiqardi degan jinoyatni ortib, o'limga hukm qilgan. Xitoy atalmış sud mahkamasi yana Xotan va Qumulda yuz bergan Xitoylarni Sharq Turkistondan qo'g'lab chiqarish voqealarini keltirib chiqargan 2 Uyg'ur yoshni o'limga hukm qilgan. Tangritog to'rbetining xabariga qaraganda, Xitoy Oliy xalq sud mahkamasi Aqsudagi 19 avgust portlatish voqeasi, Xotandagi 2 noyabr soqchini o'ldirish voqeasi, Qumuldagi 29 sentabr odam o'ldirish voqeasini keltirib chiqargan 4 Uyg'urga berilgan o'lim jazosini tekshirib tasdiqlagan. 2010 yili 8-yilning 19 kuni soat 9:30 o'tganda Ahmad Mahmad bilan G'ufur Samad, Turg'un Turdi, Abdulla Tuniyaz, Yosin Qodir qatorliq Uyg'ur yoshlar bir guruh bo'lib Aqsu shahrining Qaratal bozoriga tutishadigan yo'l eg'izda atalmış Xitoy amonlik saqlash atritining a'zolariga hujum qilib, o'zini qo'shib portlatish xarakterli bomba portlatgan. Naq maydonda 7 kishi o'lib, 15 kishi yaralangan. Xitoy axborotlari bu voqeada 1,409,000 yuan iqtisodiy ziyon bo'lganligini da'vo qilgan. Bu voqeada yana hujum qilgan Uyg'ur yoshlardan Ahmad Mahmad bilan G'ufur Samad ismli yoshlar shahid bo'lgan. Turg'un Turdi og'ir yaralangan. Abdulla Tuniyaz, Yosin Qodir naq maydondan qochib ketgan bo'lib, ular 2010 yili 8-yilning 22 kuni Xitoyning soqchi ishchilari tomonidan tutilgan. 一点点地往前推进。很快，他们在运地里发现了一名受伤的恐怖分子。我们就看着他在动，就让我们维族的副参谋长给他喊话。不害怕，就他去打，都不要管他，现在他是不是？他是不是？他是不是那个？他是不是？他是不是？放拿过来！哎啊，他现在上了要落了你们！哎，拿过来！他是哪？走，他是他去哪了？
过了3年，一名民兵在战斗中被暴徒砍伤，经医院抢救无效，英勇牺牲。这次土前战斗沉重地打击了南疆地 Tangritaq to'rining xabariga qaraganda, Aqsu viloyatlik atalmish O'tir xalq sud mahkamasi qonunsiz portlatish buyumi yasash jinoyati bilan portlatish jinoyatini birlashtirib, Turg'un Turdi Abdulla Tuniyazga o'lim jazosi berish, siyosiy huquqidan umrboyat mahrum qilishga hukm qilgan. Yosin Qodir Ahmad Qurbon